Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining maxsus xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'rmanlar, hammanglarning xabar bo'lgandek 20 fevral, ya'ni seshanba kuni kunlik xabarlar programmamizda xabaringlar bo'lgandek Dunyo Uyg'ur qurultiyi Shveysariya Uyg'ur jamiyati, Shveysariya Tibet do'stlik jamiyati va xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Tayvan do'stlik jamiyati qatorliq tashkilotlarningki uyushtirishi bilan Shveysariyaninki İtalyanlar joylashgan Tessan shtatininkki Lugano shahrida Xitoyga keskin nazar degan nomdagi cho'ng tipdagi birlashma haftalik faoliyat boshlangan edi. Kishilik huquq vaqfisininki o'rinlashtirishi bilan Luganodagi bu madaniyat zalida o'tkazilgan faoliyat bo'lsa, arqamda ko'rib turganinglardek Mo'ng'ul ko'radagi lager, jazo lageri aks ettirilgan arxitektorlarninki sızgan resmi ve Dünya Uyg'ur qurultiyi tarafidan o'rinlashtirilgan Şinjan saqchi hujjatlari asosida mazmun qilingan rasm ko'rgazmasi o'tkazildi ve Şinjan saqchi hujjatlarida ko'rsatilgan tutqunlarninki rasmlik ve filmlik holda ko'rsatilishi bu yerda qo'yilgan bo'ldi ve bu jarayonda bir hafta jarayonida kelgan bu yerga kelgan turli ziyoratchilarninkimi eng diqqatini tortgan nuqtalarning biri bo'ldi. Hurmatli ko'rmanlar, xabarlarimiz deb o'tgandek bu yerdagi hujurlarning hammasi Hong Kongninki kishilik huquq dafsanchiligi asos mazmun qilingan maxsus bir hujra ve vatanimiz Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik asosli mazmun qilingan ayrim hujra, albatta Şinjan saqchi hujjatlar asosli mazmun qilingan ve Tibetlarninki ayrim hujrasi, ko'rgazma hujrasi bo'ldi. Bularning ichida ziyoratchilarninki eng diqqatini tortgan hujralar bo'lsa, albatta vatanimiz Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik bo'ldi. Xo'sh, hurmatli ko'rmanlar, biz oldin qatimli xabarimizda deb o'tgandek, bugun ya'ni 23 fevral kuni qurultay markaz organidan bir hay'at bugun yetib keldik Luganoga ve bu yerda muxbirlarni kutib olish yig'ini, axborot e'lon qilish yig'ini va turli suhbat yig'inlari uyushtirildi ve birozdan keyin soat 6:30 da Lugano yerlik vaqti bu yerda yeni bir muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazilmoqchi. Bizningki bugungi ziyorat qilmoqchi bo'lgan aziz mehmonlarimiz bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki bayonotchisi va xalqaro ishlar direktori va qurultay ayollar komiteti mudiri Zumratay Erkin, Shveysariya Uyg'ur jamiyatininki raisi Rizvanay Ilham ve Fransa'dan kelgan Cesur Lager şahidimiz Gülbahar Xativaci ve Dünya Uyg'ur qurultiyi Yaşlar Komitetining mudiri Erkin Sunni efendiler. Hammanglar ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun sizlarga rahmatimni bildiraman. Xo'sh, oldi bilan savolimni sizdan boshlayman Zumratay. İbaytimi bir muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazildi. Bu yig'inda siz ve Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvanay ishkinglar so'zlagan bo'ldinglar. Bu muxbirlarni kutib olish yig'ini haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz ve bu muxbirlarninki bu yig'inga bo'lgan ko'z qarashi haqida bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Aldıda köp rahmet ziyaret qilganingiz uchun. Bu muxbirlar kutib olish yig'inida nurg'unlagan temalarda biz so'zildik. Albatta bu o'tirgi tema Uyg'ur irqiy qirg'inchilik bo'ldi. Mendan so'ragan savol endi shu Uyg'ur irqiy qirg'inchilik deymiz. Bu irqiy qirg'inchilik nimaga qarata irqiy qirg'inchilik deb deyildi deb savollar bo'lgandan keyin men hozirgi vaziyatni bir aqor tushuntirib chiqdim. 2017dan tortib Xitoy hukumatining siyosatlarini asta-asta 2014dan tortib asta-asta siyosatlarini o'zgartib bizning vatanimiz Sharq Turkistonda o'sha irqiy qirg'inchilik ep berish siyosatlarini tunishtirishga ham ashuni qilganligini isbotlab hozir bo'layotgan vaziyatni bize tushuntirib chiqdim. Buningda lagerlar to'g'risida 3 milliondek xalqlarimizning lagerlarda tutilayotganligi, hozirgi vaqtgacha shu tutilib turganligi, undan sirt majburiy emgak, tug'ut cheklash operatsiyalari shu siyosatlardan tortib, andan keyin uydagi oilalarni ayirish siyasetleri, balalarni ayirish degan bir qancha vaziyatlarda to'xtalib chiqdim. Undan sirt yana so'ragan savollar shu hozirgi dunyoda, hozirgi xalqaro jamoatda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'g'risida nima ishlar bo'lyotidi va buningga qanday ko'z qarashlar bo'lyotidi, masalan Sharq va G'arb davlatlarda buning bo'lgan inkas qanday?
Bunu degəndən keyin mən əlbəttə bununğa misal elib BDT-də olub atqan talaş tartışlarını otur qoydum. Aldınqı ay biz Cenevadan qayıtıb gəlgənimizni bildirdim və muşu cərəyanda Xitayның muşu ümumi şəkildə bir imtihan nimqığını düşündürüb çıxdım. Əlbəttə bu yerdə qərib dövlətlər jiqraq küçəb Şveysariya bulamdı, Amerika, Kanada, başqa dövlətlər birlikdə Uyğur irqi qırğınçılığını toxtuşqa tirişvatıdı və qanunlar məsələn orqanlanan dövlətlərdə qanunlarımız çıxvatıdı. Amerika qarsaq məcburi əmgək qanun, Avropada bu yaxında ötməkçi. Şu bir qancha nöqtələr toxtub çıxdım. Həm bu yerdə Şveysariya Uyğur Cəmiyyətinin rəisi Rizvan Aymu Şveysariyanın içindəki Uyğurların gələn duş gələn qiyinçiliklərini dəb çıxdı. Məsələn, çiqral qılğan bastırış siyasəti toğruluq düşündürüb çıxdı. Həm onundan sırt Xitay bilan olub atqan münasibətini oturluqdakı Xitay bilan olub atqan iqtisadi münasibətdə Uyğur irqi qırğınçılığı və insan hüquqları doğrusunda çoxum dialog buluş kerak degan bir qancha nöqtələrni otur qoydu. Əlbəttə yığın qatnaşqanlar nəhayət bu vəziyyətdən əfsuslandı və qiziqqan şəkildə anladı və bizni qollaydiganligini ifadələb berdi. Xoş Rizvan xanım. Stansiyamizdagi egallashicha Lugano shahri Xitoydagi universitetlar bilan qarindoshlik munosabati to'xtamnomasi tuzgan universitetlar ko'proq bo'lgan va Xitoyninki ta'sir kuchi bir qadar zo'rroq bo'lgan shaharlarninki birisiga. Endi bundaq bir shaharda Xitoylarninki ta'sir kuchi zo'r bo'lgan bir shaharda yuqorida biz tilg'ab o'tgan 5 tashkilotni o'rinlashtirsa, bunda cho'ng ko'lamlik bir faoliyatning o'tkazilishi qanday ahamiyatga ega deb qaraysiz? Avvalambor xush kelibsizlar Shveysariyaga. Rahmat intervyu uchun. Lugano bizlar Shveysariyadagi Lutserni endi bir shaharlardan birisi eng jiq Xitoy turistligi, sayohatchiligi va istəyəndək universitetdagi ilmiy ishlarni almashish jiq bo'ldi. Bo'libmi o'tgan yillarda bu bek kuchaydi. Masalan, bizda jiq Xitoydan kelgan o'quvchilar bor bu yerda. Mesela yakimiyet o'quvchilarga qismi Xitoylar o'rnidan turib qarshilik berdigan demokratiyga. Va undan boshqa Luganodagi shvetsariyaliklar, mesela Italiyaga yaqin taraf bu. İtaliya o'zinglar bilgandek Xitoy bilan aloqasi bek yaqin, savdogarlik boshqa narsa. Shunga tesindiki, shahardagi Luganodagi odamlar o'ylaydiki, Uyg'urlarda problem yo'q, vaziyat qiyin emas deb aytdilar. Ular faqat anglaganini bildi, lekin bu yerda siyosiy ishlar jiq bo'lmagandan keyin ular chuqur bilmaydi vaziyatni. Shunga bu 5 organizasyondan o'tkazilgan bu faaliyet pek ma'nosiz chuqur. Çünkü ular manda başladı. Birinchidan mesela bizning Uyg'ur xonimizda ham rasmlar bor, lagerda o'tgan adamlarimiz. Uningdan boshqa masalan ko'zoynak bor va ashun taqab adamlar yo'g'on ko'zning ichiga qaralaymiz-da. Biz buni o'yladik, masalan adamlar faqat desa, lagerda adamlar yetyapti, hozir qiyin oldu desa, u adamlar tushunmaydi. Ha, u biz bilan aloqasi yo'q bir deb. Xuddi bizga o'xshash uni yetamaydi, chunki bizning tuqqanlarimiz, ota-onalarimiz, akukalarimiz o'lyapti u yerda. Biz uchun boshqacha, bular uchun boshqacha emas va niyat uni qilish xalqlarning ko'ziga qarab, ha, bu adamkan-ku bizga o'xshash. Ashta buati deb tushundirish. İkinciden mesela aqimizdagi resimni ko'rdingiz. Masalan bu faqat lager deymiz, lekin lager degan nima? Masalan biz kinolardan jiq ko'rgan, masalan Juyitmiligi, 2-urush dunyodagi konsentrasyon lagerlarni o'xshash boshqa vaziyat boshqa ko'rgan, lekin bizmi ko'z tutishimiz kerak-da qanday qilib shuni bu birinchi qurilgan lagerlardan birisi 2006 bilan 2010 orasida Mongol Kürdə Xitoy bilan Qozog'iston o'rtasiga chegarada. Bu yerda lager shohidlari aslab o'zining qalasidan qanday bo'lgan vaziyat qanday deb sizni buni cho'ng bir artist mushni hayotga keltirdi-da. Xo'sh, Gulbar xonim, siz bu lagerlarni bir lager shohid bo'lib suhbatingizdan bu lagerlarni ko'rgandan keyin qanday ta'sirot keldingiz va siz ayni vaqt yotgan lager bilan bu lagerlar o'rtasidagi farq nima? Bu haqda bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Buldu rahmat. Ben bugün Fransa'dan Şveysariyanın Lugano şehriga şu faaliyetga qatnashish uchun kelgan.
Muşu faaliyet ötküzülgen muş çoğun zalga kiriplan birinci bulup ben muşu çoğun resimini görüp ilki vatandaki lagerlar aks ettirilgen ceza lagerleri aks ettirilgen muş resimini görüp intayın bir xil hayacanlandım. Bunun işçideki bu ilki nimele kamerlar Niki ahvali meyyatkan ceza lagerlarınkiga bek okşap ketmisimu. Bu ben mavu tömür orunduğunu görüp meni sorak tatka vaqtida ilki putqulamni muqimlashtirib qo'yib turib o'tag'izgan tömür o'rniqlar isimga kelib ko'nglim intayin bir xil bearam bo'ldi. Uning kayindan bular bizniki vatanniki Sharq Turkistonniki ko'k bayrog'ini shunday yo'g'on qilib esibdi. Mush faoliyatni o'tkazish uchun hamda qanchalik atrofli holda shunday ilki bir xil ilki shunday bir xil jiq kuch chiqiribdi. Mushundan intayin xush bo'ldim. Bo'pmi men mushu muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazgan cho'ng zaldagi yo'g'on ekranda men o'zimninki burun bergan guvohliklarimni shu ekranda ko'rib shunday bir bek hayajonlandim. Hamda mening haqiqiy ilki beshimdan o'tkazgan jazo lagerlaridagi hayotim to'g'riliq guvohlik berish faoliyati eli soat 6da ochilmoqchi. Erkin Özden efendim, İbayet'ten bu faaliyetin uyuşturgan yuqorida ismini tilg'ab o'tgan 5 tashkilot bilan bir xulasi yig'ini o'tkazgan bo'ldinglar. Bu tashkilotlarningki bu Uyg'urlar haqida ilib berilgan bu rasm ko'rgazmamiz haqidagi inkas qandoq bo'ldi va bular bilan sizlar suhbatlashgan vaqtinglarda yig'in ochgan vaqtdami bu yerga kelgan ziyoratchilar haqidami so'zlashgan bo'ldi. Ularning inkasi qandoq bo'ldi? Bu haqda bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Oldu bilen amnalara assalamu aleyküm. Lugano şehrinden amnalara salam. Bu bir kuruş faaliyetle asli 18. yıla başlayan asas orunlaştırıcı bununki kişilik hukuki vahbe degan tashkiloti Lugano shahrida asos bo'lgan. Bruno efendim, onunki Victoria degan efendim. Bunu 4 ay bo'ldi bu faoliyatlarni tayyorlik yig'inlarni o'tkazib bo'libmi Tibet tashkilotlar bilan, dunyo qurultiyi bilan biz bilan aloqasini bizning raisimiz Dolqun Aysa qildi va bu Shvetsariyadagi bo'lgan faoliyatlarninki bir davomi, ya'ni bu yerdagi italyancha gapilgan birinchi qatim, tunji qatim italyancha gapilgan bir shaharda, Shvetsariyaning Lugano degan shaharda va muhim bir shaharda bu faoliyatlarni o'tkazyapmiz. Bundan burun ham fransuzcha gaplayotgan Shvetsariya bo'lsin yoki germancha gaplayotgan Shvetsariyada bir qancha faoliyatni yillardan dunyo qurultiyi o'tkazyapti va bu faoliyatlarda İçilişleri şuna çıraylık oldu. 18. sırasıyla haberlerden bedonla anondikin bir hafta oldu bizi bir yerde bizdenki birinci zalımızda Şinjan sakçı ücretleri asas olan resim ko'rgazmaları bu atıda ve kelib adamlar, bu sherdagi shahardagi yashayotgan millat kirib bütün information, yani bütün Allah'laydı o yerden onun için soraydıgan bu sorulara cevap verdiğin hizmetçilerin orunlaştırdığı bu yerde şu an birinciden şu kişilik hukuk vakfıge ve Lugano şehirlik hükümetiga rahmet etme bu yerden. Onun için qanaq sizin sualınızı kelsek hazırgıça şuna yaxşı ta'sir bo'ldi bu faoliyatlar bo'libmi miyada boshqa bir zalda bizningki Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'g'risida Uyg'urlar qirilyapti, Uyg'urlarning drama degan artininki bir dokumentar hujjatlik kinosi bor, kunda qo'yilyapti miyada xalqan odam ko'rib va asli bu faoliyatning umumiy ismi Xitoyga nazarini keskin qil degan bir nimesinde iptirilyapti. Böyle faqatlam Uyg'urlar biz emas, bu Tibetliklar bor, Tayvanliklar bor, anandikin Tibet nima, Hong Kongliklar bor. Lekin asos jihatdan Uyg'urlarga bek qiziqib, ya'ni herlik xalqi va hozirgi bo'ldigan 10 minutdan keyin bo'ldigan bugun 6-kun bo'ldi bu faoliyatniki bu shu
jamoatga ochiq bir yig'in bo'ldi. Bu yerga kelib savol so'rayman desanglar, shuni kutayotgan birmuncha ya'ni qiziqish bor va mencha bugun bu zal to'sh ketadi va bizningki gap qilgan so'zlikchilardan savol so'rash fursati bo'ldi. Xo'sh, Zumratay, birdamdan keyin ichilmoqchi bo'lgan bu yerli xalqqa ochiq bo'lgan bu suhbat yig'inida yig'inning riyosatchiligini Shveysariyadagi dongliq bir kanalninki muxbiri kelib riyosatchilik qilmoqchi. Mushning o'zidan ham ko'rib olg'ili bo'ldiki, bu yerdagi yerli xalqninki jumladan davlat televiziyalarininki har xil matbuotlarninki kuchli diqqatini qo'zg'algan bir şeyden bilib olg'ili bo'ldi. Bu yerda endi bu içilmoqchi bo'lgan yig'inda endi nim to'g'riliq to'xtalsa, bu yer xatolashmasam Gulbahor Adam Ibay deb o'tdi, guvohlik berdi lagerlar haqida. Yig'inninki ahamiyati va ko'lami haqida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Məncə birinci əhəmiyyəti bu hazır bulduğan proqramını tayarlayan və birləşmiş şəkildə orunlaşdırılan partner organization demdik. Muşu Şveysariyanın dövlət kanalı, dövlət radio və televizor stansiyası billə muşu proqramını orunlaşdırdı. Onundan sonra siz mi deyəndək moderator ismi kelib qıldığan adam muşu kanalının danlıq bir muxbiri. Məncə yəni bir əhəmiyyətliki və alayidliki birinci əmdə tuncu qətim muşu İtalyaca tildə sözləydiğən muşu Şveysariyadakı İtalyaca tildə sözləydiğən adamlar bilan ortaqlaşıb muşu vəziyyət doğruluq məlumat berişimiz buldu. Həm birinci qətim əmdə lager şahitlərimizdən muşu tilda əmdə əlbəttə bizim lager şahitimiz Uyğurca degəndən keyin ular İtalyacaga tərcümə etdi. Şuna bu ilki yeni adamlar yeni tillarda vəziyyətimizni Uyğurların Uyğur irqi qırğınçılıq toğruluq məlumat alalaydı. Şuna bu bək əhəmiyyətli bir iş deyə oylayıram. Çünki köp adam bilsə texim yaxşı. Bu əmdə yığın cəryanında biz yəni oxşaş şəkildə hazırki vəziyyətini ümumi şəkildə düşəndürüb çıxmız. Ondan sırt ən güclük, ən əhəmiyyətli bulduğan fikir və söhbət meningcə şu bizning adımız Gulbahor adımız özünün köygən lagerlarda yaşayan nimlərini dəb çıxsa bu adamlar bilan ortaqlaşsa bək əhəmiyyətli buldu deyə oylayıram. Ondan sırt axırda suallarını soraş fürsətim buldu. Bunun da əlbəttə şu muxbirim suallarını soraydı, lakin yana şu adam Şveysariyada yaşayatqanlardan mı suallarını elib ulağa cavab verələyimiz. Həm ondan sırt əlbəttə yəni Şveysariyada turuyatqan adamlar nim qılalaydı, qandaq şəkildə, aktiv şəkildə irqi qırğınçılıq toxuşqa bir iş qılalaydı deyə sual sorulmaqçı. Şununla tayarlıq gəldik. Məsələn, şu kiyimlərini alğan çağda, maşınlarını alğan çağda Uyğur məcburi əmgək çetilməlğan şəkildə aşının diqqət qısanlar deyə bunu oturuq qoymaqçı. Hörmətli görürmənlər, yuqarıda diqqətinizə Şveysariyanın Lugano şəhərində ötküzülgən Xitayğa kəskin nəzər degan nomdagi bir həftəlik çoğ tipdagi yığın haqqında sizlərə təfsili məlumat berishga tirishdik. Xitoyninki bosh ministri Li Changning təxmiş yaqindala Shveysariyaga ziyorat kelib, Shveysariya bilan dostluq münasibətini texim küçeytiş və qaytadan yangilash haqida to'xtamlarni tuzib, turli suhbatlarni o'tkazib ketgan vaqtda Shveysariyaning Xitoylarninki ta'sir kuchi bir qadar zo'rroq bo'lgan bir shaharda Xitoyninki Uyg'urlarga qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi vahshiyliklarini oshkorlagan asosda bu xil cho'ng tipdagi bir yig'inni o'rinlashtirishi bu yerdagi Shveysariyaninki yerlik matbuotlarining diqqatini qo'zg'ab qolmay, siyosiy kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Hurmatli ko'rmanlar, keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Shveysariyaning Lugano shahridan hammanglarga o'tliq salom. Men riyosatchi Iftixor Abdirshid. Allohga omonat.